Qizlar, bizga Off-Base brendidan рисовый уходовый naborlarimiz поступление bo'lgan. Bu nabor qanaqa yuzlarga tushadi desanglar, hamma tip ko'rasiga tushib ketaveradi. Жирный, комбинированный, сухой, нормальный. Особенно postакне dog'lar bor, чувствительный ko'rlarga juda ham tushadi. Так, buni sostavida 3 ta главный komponenti bor. Bular guruch ekstrakti, экзосома и глутатион. Guruchli ekstrakti betellarni глубоко увлажнять qilib, еще мягкий qilib beradi, gladкий и еще свежий эффект beradi. Экзосома bo'lsa противовоспалительный действияsi bor, vоспаленияsi bor ko'rlarga tushadi и защитный barьerlarni восстановить qilishga ham yordam beradi. Еще глутатион bo'lsa, bilasizlar, bu самый mощный и еще эффективный антиоксидант hisoblanadi. Shu глутатион yordamida именно shu pigmentatsiya, postакne, еще quyoshdan qolgan dog'lari bor yuzlarni, shu dog'larni ochartirib berishga yordam beradi. Bu naborimizni ichida ночной, дневной uxotlar uchun hamma sredstvalar bor. Глубоко очищающий пенкасы, тонеры, сывороткасы. Еще bu сывороткасы qizlar мелко морщинlari bor betlarni shu mорщинlarni разглаживать qilishga ham yordam beradi. Еще финишный mana kremi и SPF-kasi bor. Hammasi в наличии, да.